Ko'pchilik giroplay.uz saytimizdan qanday foydalanishni tushunmayotgan ekan, shuning uchun video qilyapmiz. PUBG Mobile'ga chustlarni va sozlamalarni olish uchun eng ajoyib O'zbekistondagi birinchi raqamli sayt do'stlar. Birinchi bo'lib saytga kirib olgandan so'ng tepadan til tanlaysizlar. Til tanlab olgandan so'ng esa boshlash degan tugmani bosamiz va bu joyda mana PUBG Mobile kategoriyasi turibdi. Ichiga kirganimizda bu yerda 3 xil kategoriya, 3 xil bo'lim bor. PUBG Mobile VPN ham qo'shib qo'yganmiz. PUBG Mobile sun'iy intellekt orqali yasalgan chustlar. Ichiga kirsangiz bu joyda deyarli har bir qurilma uchun chustlar bor. Bu joyda qidiruv bo'limi ham bo'lib, bu joyga o'zingizning telefoningizni nomini yozishingiz mumkin. Misol uchun Redmi 13 deb yozsak, mana 13, 13s va 14s telefonlar uchun PUBG Mobile mana chustlar, chust sozlamalari ko'rib turibsizlar. Endi orqaga qaytamiz. Bu joyda taniqli o'yinchi sozlamalari degan bo'lim ham bo'lib, bu joyda ko'pchilik YouTuber va TikTokerlarning kubok chustlari mavjud. Bu joyga shunchaki o'zingizga kerak bo'lgan odamni nomini yozasiz. Misol uchun Star Captain deb yozadigan bo'lsam, Star Captainning chusti chiqib keladi va bu joydan uni tanlab, tayyor chust kodini olishim mumkin. Agarda chust kodida xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'yinchi sozlamalari degan joydan esa mana bunday chustning kerakli raqamlarini olib, uni o'zimning telefonimda sozlab olishligim mumkin bo'ladi do'stlar. Mana bu joyda qo'llanma bor. Qo'llanma orqali qanday qilib chustdan foydalanishni ko'rishingiz mumkin. Upra Control upravleniya buni bossangiz sizga o'sha Star Captainning upravleniyasini rasmini chiqarib beradi. Mana shu joydan sozlab olishingiz ham mumkin. Bemalol foydalaning. Havoladan nusxa olish degan tugmani bosib esa do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin.